Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasining Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarga qarshi uchrashuvlar uchun qaydnomasi e'lon qilindi. Milliy jamoa 28-may kuni navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishadi. Jamoa 29-maydan yig'inni Birlashgan Arab Amirliklarida davom ettiradi. Vakillarimiz Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasida 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi safarda o'yin o'tkazsa, 10-iyun kuni Bunyodkor stadionida Qatarni qabul qiladi. Bosh murabbiy Timur Kapadze tomonidan yig'inga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati quyidagicha: Darvozabonlar: O'tkir Yusupov, Fulat Eron, Abduvohid Ne'matov, Nasaf, Botir Ali Ergashev, Neftchi. Himoyachilar: Rustam Ashurmatov, Rubin, Rossiya, Abdulla Abdullayev, Paxtakor, Abduqodir Husanov, Manchester City, Umar Eshmurodov, Nasaf, Islom To'xtaxo'jayev, OKMK, Husniddin Aliqulov, Rizespor, Turkiya, Hojakbar Alijonov, Paxtakor, Sherzod Nasrullayev, Nasaf, Farruh Sayfiyev, Neftchi. Yarim himoyachilar: Odil Hamrobekov, Bunyodkor, Abbos Fayzullayev, CSKA, Rossiya, Jamshid Iskanderov, Neftchi, Jaloliddin Masharipov, Istiqlol, Eron, Oston O'runov, Persepolis, Eron, Otabek Shukurov, Al-Fayha, Saudiya Arabistoni, Abdurauf Bo'riyev, Paxtakor, Akmal Mazgavoy, Nasaf, Ruslan Jiyanov, Navbahor, Hojimat Erkinov, Al-Vaqda, Birlashgan Arab Amirliklari, Aziz Turg'unboyev, Sivaspor, Turkiya. Hujumchilar: Eldor Shomurodov, Roma, Italiya, Igor Sergeyev, Paxtakor. 5-iyun kuni Jahon chempionati 2026 3-saralash bosqichi 9-turidan joy olgan Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi bo'lib o'tadi. Nihoyat Birlashgan Arab Amirliklari tomoni chiptalar sotuvga chiqarilganini e'lon qildi. OFK reglamentiga ko'ra, mehmonlar uchun stadion sig'imining 8% ga teng chiptalar taqdim etiladi. Ma'lum bo'lishicha, standart sektorlar uchun chipta narxi 20 dirhamga 70 ming so'm atrofida etib belgilangan. Eslatib o'tamiz, uchrashuv 5-iyun kuni Abu Dabidagi 15 ming tomoshabinga mo'ljallangan Al Nahayyon stadionida o'tkaziladi.